Nasihati go'zal edi. Abdulloh birovga nasihat qilsa yoki so'zlasa, ovozini ko'tarmas, o'ktam va go'zal so'zlardi. Misollarni aniq keltirar, din nomiga dog' tushirmasdi. Savol so'raganning savoli kurakda turmas bo'lsa-da, g'azablanmas, uni tarbiyaga keltirmasdan qo'ymasdi. Hech kimni yerga urmasdi. Nomusulmonga viqorli, musulmonlarga esa kamtar va iliq munosabatli edi. Tarafkash emas, birovni yomonlamasdi. Undan tashqari fiqh, adab, nahv, lug'at, zohidlik, shijoat, she'r, notiqlik, parhezkorlik, ibodat, haj, g'azot borasidagi ilmlarni chuqur egallaganligi, chavandozlik, o'ziga aloqasi bo'lmagan narsa haqida gapirmaslik, o'z fikrida qat'iyatlilik, do'stlari bilan kamdan kam hollarda ixtilofga borish kabi fazilatlarga ham ega edi. Movaroun Nahrdan qaytib Shom tomonga keldik. Muborak haj safariga boradigan yo'ldoshlarning ro'yxati tuzildi va ularning butun xarajatlari qoplandi. Faqirlarga alohida 100 minglab dirham ajratildi. Shu holda bir kuni bir joyga mehmonga chaqirildik. U yerda biroz suhbatlashgach, bir olim kishi aksirdi va hamdni unutdi. Hamma jim. Shunda Abdulloh savol berdi. Hazrat, aksirgan kishi nima deyishi haqida bildirsangiz. Alhamdulillah deydi deb javob qilgani hamon Abdulloh yarhamukalloh dedi. Uning go'zal odobidan ko'pchilik hayratda qoldi. Biroz suhbatdan so'ng Abdullohdan o'zlariga nasihat qilishlarini iltimos qilishdi. U do'stlarimizga boqib so'z boshladi. Sizlarni hurmat qilaman. Modomiki so'zlashimni istabsiz, endi eslab qoling. Kim ilmli va e'tiqodlari sog'lom olimlarni mensimasa, oxiratiga, sulton va amaldorlarni mensimasa, dunyosiga, do'stlarini mensimasa, muruvvatiga zarar qiladi. Solih olimlarning Alloh taolo nazdida darajalari baland va uningdek qullarini bandalariga xor qildirmaydi. Ularga dushmanlik qilganlarga dunyoda yuzining nurini ketkazib, oxiratda azoblab jazo beradi. Sultonlarni, amaldorlarni yengil sanab, pastga ursa, yo tinch yashab turgan joyidan, yo molidan, yo jonidan ayriladi. Do'stlariga yengil qarab, ularni past sanasa, muruvvati ketib, jo'martligi qolmaydi. Endi bizlarga ruxsat bersalaringiz. Bir kitob ustida ishlayotgandik. Abdulloh uyga keliboq kitob yozishga kirishdi. Do'stlariga gapning bir uchini chiqargani bu asar jang san'atiga bag'ishlangan G'azot kitobi edi.